Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz bosh nega og'riydi? Bosh og'rig'i kishini ko'p bezovta qiladigan noxushliklardan hisoblanadi. Haqiqatdan ham hayoti davomida bir marotaba bo'lsa-da, boshi og'rimagan odamni topish mushkul. Bosh og'rig'i yoqimsiz, ko'pgina muammo va azoblarga sabab bo'ladi. Ammo uning bir yaxshi tomoni bor. U organizmning qayerdadir nosozlik ro'y berayotganini bildiradi va egasini tezroq shifokorga murojaat etishga undaydi. Ba'zan bu undovi tufayli xavfli kasalliklar boshlang'ich davrda aniqlanib, tezda davolaniladi. Shuning uchun tez-tez bezovta qiladigan, notabiiy yoki juda kuchli og'riq bezovta qilsa, shifokorga borishga erinmang. Bosh og'rig'ining sabablari ko'p. Odatda boshdagi og'riq, charchoq yoki asabiylashish asorati yoki biror kasallik alomati bo'lishi mumkin. Ammo aksariyat hollarda boshdagi og'riq ikki sababga ko'ra paydo bo'ladi. Birinchi, bosh miya qon va kislorodni sarflaydigan asosiy a'zo hisoblanadi. Shuning uchun qon va nafas olish tizimidagi har qanday salbiy o'zgarish bu tizimlarga tashqi muhitdan yoki xastalangan ichki a'zolardan tushgan har qanday zaharli moddalar albatta miyaga ta'sir etadi. Ikkinchi, eng ko'p nerv tolalari va og'riq sezish retseptorlari boshda jamlangan. Bosh og'rig'ini ma'lum qiladigan retseptorlarning aksariyati peshona, boshning orqa sohasi, chakka mushaklari, miya qon tomirlari hamda qattiq qobig'ida joylashgan. Qizig'i shundaki, miyaning o'zida og'riq sezuvchi retseptorlar bo'lmaydi. Shu sababli bosh mushaklari zo'riqqanda odam bosh og'rig'ini sezadi. Bunday holat, masalan, odam aqliy mehnat qilganda, stress yoki shunchaki bosh yoki bo'yin noqulay holatda bo'lganda kuzatiladi. Odam miyasi juda murakkab va nodir a'zo. U butun organizmni boshqarib turadi. U ham barcha ichki a'zolar kabi quvvat olishi kerak. Miya hujayralari, neyronlarga katta miqdorda quvvat zarur. Miya bu quvvatni qondan oladi. Qon aylanishini buzilsa, markaziy boshqarmaning ishi ham izdan chiqishi mumkin. Arterial qon bosimi o'zgaradi. Odam o'zini horg'in sezadi. Kayfiyati ham sababsiz yomonlashadi. Uyqusi buziladi. Xotirasi sustlashib, bosh aylanishi kuzatiladi. Bu holat vaqtida izga tushirilmasa, ko'pgina nevrologik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Salomat bo'ling!